Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qabul qilingan qaror nimani anglatadi? Kimlarga pul qo'shiladi? Kimlar kutishi kerak? Kimlar esa ariza bilan murojaat qilishi shart? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo buvi yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqin inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrimlar pul avtomatik tushadi deb kutib qoladi. Ayrimlar esa hujjat topshirish kerakligini bilmaydi. Shunday vaziyatda 1 oy, 2 oy, hatto bir necha oy qo'shimcha to'lovdan quruq qolish mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar o'zlariga belgilangan pensiyani oyma-oy olib kelayotgan edi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Ayrimlarga ustama qo'shilgan. Ayrimlar esa eng kam miqdorga yaqin pensiya olib kelgan. Amalda pensionerlarning eng katta muammosi shuki, narxlar oshadi, dori-darmon qimmatlashadi, kommunal to'lovlar ko'payadi. Lekin odam qo'lga olayotgan summa ba'zida yetmay qoladi. Endi 1 avgustdan qo'shimcha to'lovlar masalasi bo'yicha yangi tartib yoki yangilangan to'lovlar joriy etilishi haqida gap ketmoqda. Men buni mutaxassis sifatida shunday tushuntiraman. Bunday qo'shimcha to'lovlar odatda hamma pensionerga bir xil berilmaydi. Ya'ni kim pensiya olsa avtomatik ravishda hammasiga bir xil miqdorda pul qo'shiladi degan tushuncha doim ham to'g'ri emas. Ko'pincha qo'shimcha to'lovlar ayrim toifadagi fuqarolarga, masalan, pensiyasi belgilangan minimal darajadan past bo'lganlarga, yoshi katta pensionerlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, urush va mehnat faxriylariga, yolg'iz yashovchi keksalarga yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalardagi pensionerlarga tegishli bo'ladi. Shuning uchun men eng avvalo bitta narsani aytaman. Siz o'zingizning pensiya turini, pensiya miqdorini, ustama bor yo'qligini va qo'shimcha to'lov qaysi asosda berilishini bilishingiz kerak. Chunki pensiya tizimida mayda farqlar katta natija beradi. Bir odamga 1 ming so'm qo'shilishi mumkin, boshqasiga 300 ming so'm. Yana bir odamga umuman qo'shilmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas, balki qonun va qarorda belgilangan mezonlarga bog'liq. Endi sodda qilib tushuntiraman. Oldingi tartibda pensioner faqat asosiy pensiyasini olgan bo'lishi mumkin. Agar unda qo'shimcha imtiyozga asos bo'lmasa, masalan, nogironlik guruhi, maxsus maqom, parvarishga muhtojlik holati yoki eng kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kirish holati bo'lmasa, uning puli o'sha belgilangan miqdorda qolgan. Yangi tartibda esa 1 avgustdan ayrim pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar hisoblanishi, ayrim ustamalar qayta ko'rib chiqilishi yoki minimal ta'minot darajasiga yetkazish bo'yicha qo'shimcha pullar ajratilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Masalan, pensionerning oyiga oladigan puli belgilangan eng kam darajadan past bo'lsa, davlat uni ma'lum miqdorgacha yetkazib berishi mumkin. Yoki pensioner tagman yoshdan oshgan bo'lsa, unga parvarish, sog'liq va kundalik ehtiyojlar uchun alohida ustama berilishi mumkin. Yoki nogironligi bo'lgan pensioner dori-darmon va parvarishga ko'proq muhtoj bo'lgani uchun unga qo'shimcha to'lov nazarda tutilishi mumkin. Lekin yana takrorlayman. Bu masalada eng muhim narsa siz qaysi toifaga kirishingizni aniqlashingiz kerak. Birinchi guruh pensiyasi bank kartasiga tushadigan va ma'lumotlari to'liq elektron bazada bor pensionerlar. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz yangilangan bo'lsa, pensiya kartangiz ishlayotgan bo'lsa, avval ham ustamalar avtomatik tushib kelgan bo'lsa, katta ehtimol bilan qo'shimcha to'lov ham avtomatik hisoblanadi. Bunday holatda siz har oy tushadigan summani diqqat bilan tekshirishingiz kerak. Masalan, iyul oyida 1 million 250 ming so'm tushgan bo'lsa, avgust oyida 1 million 400 ming so'm tushdimi yoki yo'qmi? Shuni solishtirasiz. Ikkinchi guruh hujjatlarda o'zgarish bo'lgan pensionerlar. Masalan, yaqinda pasport almashtirgansiz, yashash manzilingiz o'zgargan, bank kartangiz yangilangan, nogironlik guruhi qayta tasdiqlangan, oilaviy holatingiz o'zgargan yoki avval boshqa tumanda pensiya olgan bo'lib, keyin boshqa joyga ko'chib o'tgansiz. Mana shu guruhdagi insonlar albatta pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki MyBog'Uz orqali ma'lumotlarni tekshirish kerak. Chunki tizimda bitta raqam noto'g'ri bo'lsa ham to'lov kechikishi mumkin. Uchinchi guruh
qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin, lekin buni isbotlovchi hujjatini topshirmaganlar. Masalan, pensioner yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa hududda, parvarishga muhtoj, lekin mahalladan ma'lumotnoma olinmagan. Yoki nogironlik holati bor, lekin ta'min xulosasi yangilanmagan. Yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola o'qishni davom ettiryapti, lekin oliy ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmagan. Bunday holatda qo'shimcha pulni kutib o'tirish noto'g'ri. Siz harakat qilmasangiz, tizim sizning holatingizni bilmasligi mumkin. Keling, aniq misollarda ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli pensioner onaxon oyiga 20 million 1 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zi esa dori-darmon uchun har oy 300-400 ming so'm sarflaydi. Agar qarorda yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan yoki pensiyasi past bo'lgan keksalarga qo'shimcha to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, bu onaxon qo'shimcha pul olishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin mahalla uning holatini tasdiqlamagan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasida yolg'iz yashash haqida ma'lumot bo'lmasa, to'lov avtomatik tushmasligi mumkin. Shuning uchun u mahallaga borib, oilaviy va yashash holati bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirishi kerak. Ikkinchi misol, 72 yoshli otaxon 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U avval ishlab ko'p staj to'plagan pensiyasi nisbatan yuqori. Agar qo'shimcha to'lov faqat eng kam pensiya oluvchilarga berilsa, bu otaxon qo'shimcha to'lov olmaydi. U nega qo'shilmadi deb xavotirlanmasligi mumkin. Chunki to'lov hamma uchun emas, faqat mezonga tushganlar uchun beriladi. Lekin agar qarorda barcha yoshga doir pensionerlarga umumiy ustama bo'lsa, unda unga ham qo'shilishi kerak. Demak, asosiy savol, qarorda to'lov kimlarga deb yozilgan? Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan ilk guruh pensioner ayol oyiga 1 million 300 ming so'm oladi. U nogironlik guruhi bo'yicha ustama olgan, ammo yaqinda tibbiy komissiyadan qayta o'tish kerak bo'lgan. Agar uning nogironlik muddati tugab, tizimda yangilanmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov to'xtab qolishi mumkin. Odam esa menga pul qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo qarorda emas, hujjatning muddati tugaganida bo'ladi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya yoki ustama oladiganlar hujjat muddatini albatta tekshirsin. 4-misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba bor. U 15 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Bunday holatda pensiya davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar avgust oyida yangi tartib bo'yicha qo'shimcha to'lov berilsa, talaba o'qishni tasdiqlamasa, nafaqat qo'shimcha to'lov, balki asosiy pensiya ham savol ostida qolishi mumkin. Shuning uchun talabalar va ularning ota-onalari sentabrni kutmasdan avgust oyidayoq hujjatlarni tayyorlab qo'ygani ma'qul. Endi eng muhim joyga keldik. Pensiya va qo'shimcha to'lovlarda odamlar ko'p adashadigan holatlar bor. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov pensiyaning o'ziga qo'shiladimi yoki alohida kompensatsiya sifatida beriladimi? Bu juda muhim. Agar pul pensiyaning tarkibiy qismi sifatida qo'shilsa, keyingi indeksatsiya va qayta hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Agar alohida kompensatsiya bo'lsa, u ma'lum muddatga berilishi yoki alohida shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushgan pulni ko'rganda pensiyam oshdi deb darrov xulosa qilmang. To'lov turi nima ekanini aniqlang. Ikkinchi nozik jihat. Bir odam bir nechta asos bo'yicha to'lov olishi mumkinmi? Masalan, odam ham yoshga doir pensioner, ham nogironlik maqomiga ega, ham yolg'iz yashaydi. Ayrim qarorlarda ustamalar jamlanishi mumkin. Ayrim hollarda esa eng yuqori bittasi tanlanadi. Bu qaror matniga bog'liq. Shuning uchun sizda 2-3 ta asos bo'lsa, mutaxassisdan so'rab qaysi biri hisoblanayotganini tekshirtiring. Uchinchi nozik jihat. Pensiya bank kartasiga tushmasa, pochta orqali olinadigan bo'lsa, kechikish bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda to'lov grafik asosida tarqatiladi. Masalan, bank kartasiga 5 sanada tushsa, pochta orqali 10 sana yoki 15 sanagacha yetib borishi mumkin. Shuning uchun avgustning 1-kundayoq menga pul tushmadi deb vahima qilish shart emas, lekin oyning o'rtasiga kelib ham tushmasa, albatta murojaat qilish kerak. 4-nozik jihat. Qarz va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarda kredit, aliment, sud qarori yoki ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, odamga 200 ming so'm qo'shimcha hisoblandi, lekin 1000 ming so'm kredit yoki boshqa majburiy ushlab qolishga ketdi. Natijada qo'liga faqat 1000 ming so'm ko'proq tushadi. Odam esa menga atiga 1000 ming qo'shildi deydi. Aslida hisob kitobda qo'shimcha bor, faqat ushlab qolishlar ham bor.
Bunday vaziyatda bankdan va pensiya jamg'armasidan ko'chirma olish kerak. 5-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi: "Men pensiyadaman, lekin ishlayman. Menga ham qo'shimcha to'lov beriladimi?" Javob shartlarga bog'liq. Agar qarorda qo'shimcha to'lov barcha pensionerlarga beriladi deyilsa, ishlayotgan pensioner ham olishi mumkin. Agar to'lov ijtimoiy ehtiyoj, kam ta'minlanganlik yoki yolg'iz yashash asosida bo'lsa, ishlayotganlik daromad sifatida inobatga olinishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Men amaliyotda ko'rgan eng katta xato shuki, odamlar qo'shnisining puli bilan o'z pulini solishtiradi. Qo'shnimga 300 ming qo'shilibdi, menga 100 ming qo'shilibdi deydi. Lekin qo'shnining yoshi boshqa, staji boshqa, nogironlik holati boshqa, oilaviy ahvoli boshqa bo'lishi mumkin. Pensiyada hamma narsa individual hisoblanadi. Ikkinchi xato, telefon orqali eshitgan gapga ishonish. Falon odam aytdi, hamma pensionerga 500 ming so'm berilarkan degan gaplar ko'p tarqaladi. Men sizlardan so'rayman, faqat rasmiy manbaga, pensiya jamg'armasi xabariga, hukumat qarori matniga, davlat xizmatlari markazi yoki mahalla orqali berilgan tasdiqlangan ma'lumotga ishoning. Aks holda odam umid qiladi, keyin tushmaganidan xafa bo'ladi. Uchinchi xato, hujjatlarni kech topshirish. Pensiya tizimida ko'p to'lovlar murojaat qilingan kundan yoki hujjat to'liq topshirilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Siz avgustda haqli bo'lib turib, noyabrda hujjat topshirsangiz, ayrim holatlarda avgust, sentabr, oktabr uchun pulni qayta ola olmasligingiz mumkin. Shuning uchun keyin boraman demang. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan pensiya summangizni yozib chiqing. Iyun, iyul, avgust oyida qancha tushdi? Agar bank kartangiz bo'lsa, mobil ilovadan yoki bankomatdan ko'chirma oling. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov kvitansiyalarni saqlang. Bu sizga farqni ko'rishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz yoshga doir pensionermisiz? Nogironlik pensiyasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki qo'shimcha to'lov pensiya turiga qarab farq qilishi mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, nogironlik haqida tibbiy xulosa, mahalla ma'lumotnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi hujjat. Zarur bo'lsa, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari. Hamma hujjat to'g'ri bo'lsa, muammo kam bo'ladi. 4-qadam, agar avgust oyida qo'shimcha pul tushmasa, darhol 3 joydan biriga murojaat qiling. Birinchisi, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Ikkinchisi, davlat xizmatlari markazi. Uchinchisi, mybank.uz orqali elektron murojaat. Murojaatda aniq yozing. Men 1 avgustdan pensionerlarga belgilangan qo'shimcha to'lov bo'yicha o'z pensiya hisob-kitobimni tekshirib berishingizni so'rayman. Avgust oyida menga qo'shimcha to'lov hisoblangan yoki hisoblanmaganini, agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar siz haqiqatan ham to'lovga haqli deb o'ylasangiz, yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. Telefon orqali sizga tegishli emas ekan degan gap yetarli emas. Nega tegishli emas? Qaysi bankga ko'ra, qaysi hujjat yetishmayapti? Mana shularni bilishingiz kerak. 6-qadam, keksalarimizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Bank ilovasini bilmaydi, hujjatlarni o'zi yig'ishga qiynaladi. Farzandlar, nabiralar, qo'ni-qo'shnilar, iltimos, onangizning pensiya summasini tekshirib bering. Birgina tekshiruv bilan odamning har oy oladigan puli oshishi yoki to'xtab qolgan to'lov tiklanishi mumkin. Agar sizga qo'shimcha to'lov kam hisoblangan deb o'ylasangiz, avvalo asabiylashmang. Pensiya hisob-kitobi murakkab bo'lishi mumkin. Siz quyidagilarni talab qilishingiz mumkin. Pensiya miqdori qanday shakllangani, qaysi ustamalar qo'shilgani, qaysi to'lovlar ushlab qolingani. Qo'shimcha to'lov qaysi asosda berilgani yoki berilmagani haqida ma'lumot. Misol uchun, siz 1 million 200 ming so'm pensiya olasiz. Avgustda 1 million 350 ming tushdi. Siz 300 ming qo'shilishi kerak deb eshitgansiz. Lekin aslida sizga 200 ming qo'shimcha hisoblangan. 7 ming so'm esa oldingi ortiqcha to'lovni qaytarishga ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa chiqarmang. Hisob varaqasini tekshiring. Yana bir holat, sizning qo'shimcha to'lovingiz sentabrda avgustniki bilan birga tushishi mumkin.
Bu texnik kechikish bazani yangilash, pochta grafigi yoki hujjat tekshiruvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin buni ham faqat rasmiy javob orqali bilasiz. Hurmatli yurtdoshlar, 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi juda muhim. Men bugun sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Bunday to'lovlar har doim ham hammaga bir xil berilmaydi. Toifa, hujjat, pensiya turi, yosh, nogironlik holati, yashash sharoiti va boshqa mezonlar hisobga olinadi. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning yaqinlari o'z holatini tekshirishi, hujjatlarini tartibga keltirishi, tushgan summani solishtirishi va kerak bo'lsa yozma murojaat qilishi zarur. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda avgust oyidan qo'shimcha to'lov tushdimi? Qancha farq bo'ldi? Qanday muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya va nafaqaga oid bitta ma'lumotni vaqtida bilish. Ba'zan oilangiz budjetiga har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin.